Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Biz 10 kundan beri Banisada yotyapmiz. O'g'lim jigar seryoz kasallik bilan necha yildan beri davolanib kelyapti. Shu yil boshqacha nima bo'ldi? Qoni shishib ketdi. Oyog'ida shishish bor. Imkoniyatimiz yo'q. Agar imkoniyatingiz bo'lsa, bizga yordam beringlar. Mani bitta o'g'lim bor, 3 ta bolasi bor. Bu tuzalishi kerak. Men uchun tuzalishi kerak. Men bir nima bo'lsam, men ham o'laman. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana 10 kundan beri shu Meridian klinikasida davolanayapman. Jigar sirrozi 3-bosqich. Hindistonga olib borib jigarni almashtirish kerak deyishyapti. O'shanga shu mablag' tomonidan sabr imkoniyat bergan. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, aziz O'zbekiston xalqi, mani kuzatayotgan insonlar, men shuncha paytgacha agar video qilayotgan bo'lsam, qancha video qo'ygan bo'lsam, hali bunaqa video qo'ymaganman. Hozirgi mana videoda ko'rgan insonlar anchadan beri jigar sirrozi kasalligi bilan og'rib kelayotgan ekanlar. Saxovatpesha himmatli insonlarimizdan iltimos qilardim, mana shu insonga yordam berishlarini. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, musofir yurtdagi insonlar, boshqa insonlar, kimni qo'lidan qancha kelsa, imkoniyatiga qarab, mana shu insonlar, mana shu videoda, undan oldingi videoda ko'rsatilgan kartalariga qo'linglardan kelgancha ehson sifatida, qancha qo'linglardan kelsa ehson sifatida yordam berishingizni iltimos qilardim. Mana shu insonga juda ham katta yordam bo'ladi. Saxovatpesha insonlarimiz ko'p, saxovatpesha xalqimiz ko'p. O'shaning uchun hammalaringizdan yordam berishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.